Aka, anchadan beri qo'shnimga deb yig'ib kelayotgan ehsonim bor. Qo'shnim yaqinda qiz chiqaradi. Uylari bir ahvol remontlab bo'yadi. Siz bilan men erkak kishimiz bu pulni o'ziga olib chiqib beradigan bo'lsam, nafsoniyatiga tegadi. Shunga hozir do'konlarga keladi, ismi Abdurash. Shuni bir narsa qilib, qandaydir qilib yo'l bilan bering, lekin men berganligimni bilmasin, iltimos aka. Bo'ldi aka, ehsoningiz qabul bo'lsin, sizaqalar ko'paysin. Ismingiz nima dedingiz? Abdurash. Tushunarli. Aka, bo'ldi, sizga ishondim, rahmat. Ha, pul ko'p bo'lsa ham insofli odam ekan. Bu lustralar ham kamayib qopti. Joyini to'ldirib qo'yinglar shogirdlar. Kim bor ekan? Keling aka. O'sha kishi aytgan inson o'sha bo'lsa kerak, o'zim qarayman. Xohlagan razmeringizda chiqadi bu fotoboylarimiz. Ularning kvadrati 90 ming so'mdan 160 ming so'mgacha chiqadi. Aka, gap bilan bo'lib esimdan chiqib qopti. Boshlig'imizning ismlari Abdurash dedilar. Bugun tug'ilgan kunlari. Bugun Abdurash ismli klientga hamma narsani bonus qilib beringlar deb aytishuvdi. Sizning ismingiz nima edi? Meni ham ismim Abdurash dedi. Yo'g'i, unda sizni tabriklaymiz aka. O'zingiz oyog'ingiz bilan kelib qolibsiz. Uyingizga ketadigan qurilish mollarini tanlang, hammasi tekin. Aboy Center nomidan bonus qilib beramiz. Aka, rostdanmi? Hey, xudolar chiquvdim-da uydan. Xudoga nolam yetib boribdi. Rahmat aka, razor olib ketdi. Barshoq, sen isming unaqa emas-ku. Endi aka, yaxshilik uchun yolg'on ham gapirib turish kerak ekan. Endi bundan buyog'iga biz ham yaxshilik qilishimiz kerak. Har bitta xarid uchun bitta sovg'a qo'shib beringlar.